xush kelibsizlar. Mana shu qarshimizda turayotgan Uhud tog'i ostida. Boshlanish joyi shu yerdan boshlanib, uzunligi 7,5 kilometrdan oshadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhuduni yuhibbuna nuhibbuhu. Ya'ni Uhud bizlarni yaxshi ko'radi, biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz degan. Inshaalloh biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz. Uhud so'zining ma'nosi ahad so'zidan olingan. Yakka-yu yagona bir dona. Ba'zi bir rivoyatlarda jannatdan tushgan tog' ham deyiladi aslida. Bu joy islom olamida juda katta voqea sodir bo'lgan, ya'ni mushriklar bilan musulmonlar o'rtasida jang nomi Uhud jangi bo'ldi. Bunga sabab nima bo'ldi? Bunga sabab mushriklar jamoasi, ya'ni Makka mujohidlari mushriklar ko'p kasb jamoati bularni savdogarlik qilgan. Ular karvonlarini ko'proq Shom diyoriga olib o'tadigan bo'lsa, Madina orqali o'tishi majbur. Avvalda mushriklar musulmonlarni barcha boyliklarni olib o'zlarini holatda haydab chiqarardi Makkadan. Ular o'ta miskin holatga kelgan bu yerga hijrat qilib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun Abu Sufyonning kelayotgan karvonini musulmonlar jamoasiga aytdi, ana shu karvondan o'zingizlarga kerakli boyliklarni olinglar. Ana shu kuni musulmonlar jamoasi Abu Sufyonni Shomga o'tib ketayotgan karvonni to'sadi-da, o'ziga kerakli boyliklarni hammasini oldi. 100 ming tillodan oshiq pul qo'ygan bizlar. Bu holat Abu Sufyonga yoqmadi.